Onalarimiz uchun tavsiya: o'zlarini bolalarini injiq bo'lib qoladi yoki shunga o'xshash holatda har xil dam soldiradigan yoki bo'lmasam doktorga yoki nevropatologga yoki boshqa joylarga yoki kinna yoyadigan joylarga olib borishdan oldin uyda qilishingiz mumkin bo'lgan narsani o'rgataman. Birinchisi, Zamzam suvini olasiz. Kichkinasini hamma joyda bor. Shuni olasiz, Oyatal Kursi, Ixlos, Falaq, Nos suralarini o'qib dam solasiz. Undan keyin buni 5 litrga qilasiz. 5 litrga qilib 2 litrda bolangizni g'usul qildirasiz, ya'ni cho'miltirasiz. Undan keyin har kuni ertalab, kechqurun ushbu suvdan ichirib turasiz hamda bu suvni yuzlarini, qo'llarini yuvib turasiz. Bu ham dam solingani uchun yuzlariga, tanalariga shifo bo'ladi. G'usul qilinganda kimdir nazarlari tekkan bo'ladi, shu narsalar chiqaradi hamda ularni ichib yurganda ichidagi uni bezovta qilayotgan ko'z tegish, ziyon, shunaqa narsalar yo'qoladi inshaalloh.